Sizning atrofingizda nimishqa mana bilan tanishganman dot faryod kart tegizayotgan odamlar bor. Mening hayotimda ikkisi bor odamdan. Birisi birisi qiz, ayol. Isit mana bilan nimishqimni bir yaxshimsa deyishib qolganman, nimishqim bir tanishib qolganman deb shunchalik bir pushaymonim bor-da. Nimishqa odamning atrofiga tatambatli saran odamlar yig'ilib oldiga deganda, bu boshqalarda emas, bu masala sizda. Dal sizda bu masala. Qanday degan chaqda menda? Chunki biz boshqa odamlarning hayotimizga kelishiga biz ruxsat qilganmiz. Biz ma'qul deydiganmiz. Shunga unda odamlar bizning turmushimizda bo'ldi-ki, ana degan. Bunda qilsizlar boshtikilam gap so'ziga qaraysizlar bir odamdan tanishgan chaqda. 2-3 yil tatambat paran qilgandan keyin sal bir qism qilgan ashadlar kötaqas qilgan deyaplam yo'lga sevasi bo'ldi-ki, amaliyotda boshqalar shunaqa qildi-ki. Xalqlar shunday kelsalar, bunda qan ko'z xatir qilmay, ko'ngil o'ymayman deb ishtirib etib yo'lga sap qo'yganlik keyin ko'ngilchakni ko'ta chiqdim. Sizdek odamlar ha bo'ptilar o'nshilib qolavi, bu qiliqlar balki o'zim maylimas deb balki bo'pti deb mayli deb oshlarning hayotimizda yashashga ruxsat qilganmiz. Anadan bir kunlarda o'ta tampatlagan bizga chiqirtga qadar sanlar. Bu ishning xarakteri beshinchi oddiy bilindi. Masalan, bir odam bilan tushungan vaqtda, muomala qilishgan vaqtda nimasiga diqqat qilsizlar degan chaqda haq bilan paranglashgan holda diqqat qilsizlar. Masalan, birlar bilan tusulab paranglashganda liderlarga qilishgan vaqtda qandoq gaplarni qilyotdi, o'sha bir masalani qanday hal qilyotdi. Sal daltlik, ishtonsizlik bilan, qo'rqoqlik bilan hal qilyapti yo bo'lmasa bir xil sapaliq, bir o'ng hal qilyapti, mana diqqat qilinglar. Ashqa qanday saronlik, qanday o'hdamlik qilgan bo'lsa, tatambatlik qilgan bir kun ashta tatambatlikni sizga mi qildi degan gap. Bu ikkalisiga men o'zim yo'l qo'yib, "Mehqilinglar, birdan topsaq tangayri radorimizdan tang foydalanaylik" deb o'zimni kichikkinamdek bo'lsin bo'g'ib, mushu radorimdan tang mehqilinglar deb qo'ygan gunoyim hozir Shinjang tavasida avtonom o'lkada mening qaytimni qilib sestib yuribdi. Bu sestishlar odatdagidek emas, qizlarni sestish bo'lib qiz ol deganimni ichida chiqib deb aytganda da haq to'g'ri tushunsa, lekin erkishchu. Atrofingizga qanday odam eski deydi, siz bilamsiz? Siz tunishmaydigan odam demaydi. Siz azaldan yaxshilik qilayotgan, siz biqib kelayotgan, sizga muhtoj odam siz eski deydi. Siz izchilashninki yamog'ini to'ldirib tikib, ashna qo'ng'ini yo'lab mishinda mangsangiz siz xo. Agarda azroq berilgan manfaatingiz uzilib qolgan vaqtda, sizningki foydalanish qiymatingiz qolmagan vaqtda, sizdan ko'chilab hech narsa olamagan vaqtda, undan keyin sizni sestidi butuniga. Shunga saran odam ajab bir atrofni saran odam chiqay meningki demasdan, ashta odamning turmushingizdan chiqirib ketdim. Ishtirib chiqirayotgan gejikisiga. Unda odamning oxirisi faqat yaxshilik kelmaydi. Qanday odamdan do'stunmaysa, dut odamdan do'stunmaysa, shay ko'mgan, jahon ko'mgan odamdan do'stunmaysa. Ko'ngilchakni ko'ta chiqgan gap to'g'rimi? Insondachilikda yuzsiz bo'lish kerak odam degan. Sal qattiq gap kesadigan, qarinboz, zarinboz bo'lish kerak. Qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin. Gapga kelganda anonim qaytma degan bir gap bor. Bir odamning gap so'zi sal ishib ketgan vaqtda haddidan, bunda haddini bildirib qo'yish kerak. Şeyman qildim qiz bola dedim bu qiz bola o'zining tizak tayini yo'q, tizak tutami yo'q, o'zini gipsat degan bir qiz bola. Mush gapim bekishninlar. Ayinchaqda mening gunoyim haddini bildirib qo'ymoqdim. Sal qiz baran vaqtda gap so'z ishib ketgan vaqtda, haddini bilmaganda gap so'z ishib ketgan vaqtda, "Ay, xonam nima bo'ladisiz?" Sal bilasizlarmi, o'zingizni demagan gunoh menda. Siz boshqalar siz masalan sat degan bo'lsa, men hatto sat degan. Sizlik satda degan. Ben göşvaş, abupla, belki ne dep qo'ygan gibi çaq deb ash gipiga men so'qishib ketmagan gunoh o'zimda. Aslida ash gipiga. Uyay, men sizdan çok o'zimni satmay ketsam, gipingiz majab satgan sizdan ha? Davatgan bo'lsam hech qachon demaydi. Odamga yo'shigan sari har bir ish dars, tajriba bo'lib o'tadigan odam deganga. Men ashlardan keyin yo'qi 5-ga kelgandan keyin qiyiraydigan odam degandan ko'rgan bilgan chiqib. Shunda ishlardan keyin men qonimni qiyishga boshladim-da. Aslında bunda adam degan, tetiqsiz adam degan aslında bunda qo'rqinish qo'l ekanda deb bilib qolgan. Ba'zi qizlar, "Men sizga ota yo'lliq odam, ona yo'lliq odam, men sizni xeylam cho'ng fikam" deb turib gapirgan odamlardan chiqib. Masalan, dedim bu gap anonim qaytma deb. Anozim uchun vaqt kelsa, diqqatingizni yoqmagan, sal hayotingiz qarshi bo'lganmandaroq gaplarni qilsiz-chu. Opa, undaq emas, mundaq ishni o'ylang. Meni tushundib bunda bir o'zingizni tushuntiraydi. Siz o'zingizni bildirmagan chog'da sizning qandoqligingizni, nimani yaxshi ko'rib, nimani yaxshi ko'rmaydiganligingiz haqida uqmaydi. Anatga sizning ko'nglingiz kelg'ashlab bo'laverdi. Bu sizning cho'ylaqi nervingizga tekkan gaplar bo'lsa, sizdan cho'ng haydingiz bo'lamdi. Akangiz bo'lamdi. Qanday odam bo'lsa, deb ichingizni rohat qilib, uf deb yashang. Ashta odamning qo'rqus bo'lgan amaliyotda sizning tog'da jaqa odamdan-chu. Sizning haylam cho'ng mango yoshlardan qiz oldi bu.
Men o yaşlardan hergiz çıray talaşmayman, yetip oğunmaydı. Qeyrib qaldık emasmi, xil birey berib qaldık dep digen vaqtda. Asıl hoş gepler meni şino qilishganda. Sizlar bir eşarlarligini şino qilib, özünümni nim qilmoqchi ekanman, bilmay qaptiman. Muşunda ekanda ajab ko'ksqon ken to'xtab yuribdi ekanman. Amaliyotda odam degan o'zida yo'q narsa deydi ekan. O'zimga paqirtib qo'yib, Jingto chiroyli chiqqan odam bor, ba'zi odamlar Jingto chiroyli chiqadi, lekin o'zini ko'z faqat chiroyli emas. Ko'nglim kamisu, delivray deb moshda degan. Shu chaqda men menga qilib o'tiribdi ekan, meshchimda shunchalik ko'nglim kelgan, tishimni demiş partiltib chiqarib etmagan bo'g'aydim, shu chapak ochig'im bor, o'zim shunda qachotlaydim ko'p. Jimda o'tiribdi ekanman. O'shdama, men o'sha keyin operatorlam totman, Shanjininki deb go'shtak o'tiribdi ekanman. O'txina o'zingiz bilsangiz manda. Chiroyingiz aynak bir qarab baxmadingizmi? Men chosh boshlaringizga, chiroylaringizga teram qanchalik. Men ahvolim qandoq? Qozon nima shu chiqdi deb qo'ygan bo'lsam, men ishtirayotgan bo'lsam, men uyga kelib michildab yig'lab yotmaydim. Bu yaxshi gapmi valla? Siz benim chiroyli emas, afgam degan gap yaxshi gap emas-ku. Odam degan sapa bo'lsa, cho'ngligini qilsa odam degan bu gapni berib haqq demaydi. Shunami emasmi qizlar? Haqq berib, "Men satqu shu qiz, menga o'zim talivadimi?" deb. Ay bir odamni azroq sanqirgan vaqtda qo'zqida umcho'g'ashqa azroq bir o'zini tutib olgan tamkini o'g'ashqa eshatsini bunda ishtirib, silkib davongni bermidi haq. Haqdan gaqimig'ini e'tirof qilgan emas, "Ey mamang yuz berganda" deb o'ylamaydi rost ba'zi odamlar. Menda haqlayga deb yurib ketgan. Nurg'u ishlarga men chidab o'tkazasam oxirgi kun chog'im men yurdi uchun o'lib ketmam degandi. O'zining nima uchun menga yaqinlashganini, nima uchun meni quvonib yalab yurgani esida yo'q. O'zi rodonda quvonib yalab yurgan. Endi oxirgi vaqtda o'zining manfaati kichikdan tez ketgandi. O'lib ketma rodonda, domil vastum shunda shaxsiyat yo'qashqa bitta ishlaring. deb shuna degandi meni. To'g'ri deb qopti ekanman. Haqlar sizning nervingizga tegadigan gapdan birini qilsa, siz uningga hech qanday ifoda bildirsangiz, ikkinchi qitim yana uningni betar gapdan birini qildi. Chunki odam degan shunda biz, shunda to'g'ri bo'ldi. Hech nima demaydiganda pitinib sizga ikkinchi qitim deyadigan bo'ldi. Sizning ishchingiz texim bisilib bu yerdaylik o'zingizning kamsitish tuyg'usi, texim ashunga bir gap qilolmay ichingiz ochiq bo'lib, chin yursangiz, g'irim qilsangiz, ashunga degan gap qilgansiz kirib, sizning ishchingizni xo'rtuydi. Shunga deyishans yo'q, chek yo'q bir odam bo'lib qolman. Haqbirim degan vaqtda silk vitalang hech nima bo'lmaydi, bir odamdan so'qishib yomon bo'lib ketgangacha hech nima bo'lmaydi. Meni hatto shalom tonish bir qiz olaman degan. Odam degan shiqib tetiqsiz jumu. Qizlar anlagan deliverayam bu gapni. Mavjuda, siz pensiyon-a? Yultishni sala qarab ketmisin yana. Diqqat qilib qo'yanjimi degandi. What? deb juman. Heyron qolgan. Qizlar munda tadqiq qilganda, men hatto chiqqan shpinlarimni mushta narsaga diqqat qilib, mushunda uylarimni, oilamni o'ylab ketganda deb hargiz bunday odam bizga yaxshi bo'lsin deb demaydi. Men hargiz o'zimning men pensiyon bo'lib qolganimda shuncha xo'shalda, semirib ketsam, semiz ko'rinmayman haqqa. Bunday deyotaylan ki olsam degan shunda rohat. O'zimni bir xil o'zirimdan bir ishni kelib men bir xil tishin qilib eskartib qo'yibdi-da. Qasddan eskartib qo'yibdi-da. Shuna degan, "Uyajnim, so'ngiltib sizniki o'xshash so'ngilab, semiz ko'rib shampon olganda yelamamish issiqladi teshmishda bo'lib qopti ekan tuqa." Shikri. Voy erim unda hargiz ko'ngil to'q, ko'z to'q, yo'ltishim hargiz taloq qarab ketmaydi. Xotirjam bo'lsangiz bo'ldi. Taloq qarab ketgan yeri bo'lgan bo'lsa, misher inki taqishadigan qizdan birini oladi. Xotirjam bo'ling dedim, deb qo'ygan. Desem diye küldüm. Sorancım o cinimsiz. Ve pek küldüm diye ki o şu cinime bir. Dep. İkinci ona gapga baxmaganda, onundan ki men tuz tiqib yaqildigan bo'lib, "Bundan mı deb turib degan yana bir kleyib ketib qolmay deb. Mayliqi do'ylarımda küldürüp ijarabımda shunchalik chiqqanim kangdek bunda chiqqandan keyin nimsak bo'lgan o'xshaydi deb qoldigan bir dalta bir odamlar bor. Ondan keyin turmushni deb daliverdim aqzolar erini bir chonqib oldigandek deb hargiz bunda o'ylab qolmagan. Men beshim kelganini so'zlayman. Yana bir qiz mendan degan, "Kesh subin so'raydi-da. Pi yıldızınızlıkça, kodayman, melükçek bo'lib pek omroq qarang degan dedi. Dangla. Shundan keyin yo'q, pek tamkin jumu yo'ldoshim deb ishlatsam. Shundan keyin o'zingiz paray degan xinim men deb gapdan qilib tutsak men qilmasdim. Shundan keyin voy kilovat, u bu paransa o'tirmiz desam shundan keyin yo'ldoshingiz bormi uyda? U bu bo'z paray deb shundan deganda shundan keyin nima ish qilsiz desam shunday yo deyman o chaqchaqi qiz deb dedim. Undan keyin necha qitimda o'tdi. Shundan keyin so'rasam yo'ldoshimdan Dokuz olmayına şu yerimge şunda kirib qo'ydi. Akuntik eng ostiq rasmlarim kirib changib qo'yibdi deydi. Eng
titan to'miringlarga tegadigan nimaga demaysizlar.